Assalamualaikum aziz ko'rmanlar, kechqurunlar xayrli bo'lsin. Men Adil Uyg'ur, Uyg'ur tadqiqot instituti nomidan hammalarga salom berayman. Hayratda institutimuz mudiri, shundaqla Jidda universiteti taqoddusli tarix o'qituvchisi, dotsent doktor Erkin Akram ma'lum bilan o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartib nomli programmamizning yangi bo'limi huzuringizda bo'ldi. Erkin ma'lum xush geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Shunjani 27-kuni Xitoyninki Ürümçi yetmişti deyli. Sekreter Maşunri Kazakistan ziyaret oldu. Kazakistan Devlet Reisi Tokayev Maşunri'ni kabul kıldı. İşgallerin uçuruşunda Kazakistan bilen, yani Şarkı Türkistan oturuşu deyli. Bu Ürümçi oturuşu bazı hemkarlıklar, sanaat, yezigilik, sayahat, katarlık, transport, katarlık sahada işbirliği hemkarlıkının gündüz güçlü vatkalıkı. Bu Ürümçi tarafındaki Kazakistan'a geçilişide nurgun kolaylıktan yarış bergenlikini ta'kidlendi. O'xshashla Kazakistan'ı Xitoy hukumatidan bo'lib Xi Jinpingning intayin memnun ekanligini, o'tgan yili Xi Jinpingning Qozog'iston ziyorat qilganligini, Xi Jinpingning Qozog'iston ziyoratida ikki davlatning munosabati ham kuchayganligini To'qayev so'zlab o'tgan bo'ldi. Biz bugungi programmamizda Maşunrining Qozog'iston ziyoratidagi maqsadi, bundan boshqa bir necha ay ilgari Amerika tashqi ishlar ministri Blinken O'rta Osiyoni ziyorat qilgandi. Bu ikki davlatninki rahbarlarininki orqaqni ziyorat qilishi ikki davlatninki O'rta Osiyo siyosatininki nimalardan tashkil topganligini, qanday bo'lganligini analiz qilish tirishimiz. Xitoy Qozog'iston munosabatini tushuntirib bergandan keyin Maşunrininki ziyorat maqsadini so'zlab bergan bo'lsangiz. Xitoyninki O'rta Osiyodagi manfaati yomon ko'p hamda. Bu yolg'izla bir hozir deyotgan tijoriy jihatdan, iqtisodiy jihatdan emas, shundaqla jeopolitik jihatdan ham muhim hamda. Xitoyninki yeni İpek yo'li strategiyasininki bir qanoti shu quruqlikdan harakat qiladi. Hamda bu strategiyasini e'lon qilgan chog'da Qozog'iston Nazarbayev Üniversitesi'nde bunu ilan kılanlar 2013-2009 ayda. Bu Kazakistan'ın eğer de Xitoy bilan bir yakınlık münasebeti bo'lgan vaqtida O'rta Osiyodan bevos shu texma g'arb tarafdan İran'dan Türkiye'ye, Avrupa'gacha bu yo'llanma asan ichildi. Hem de Kazakistan'ınki yer astı, yer üstü baylıklar var. Kazakistan şundaqla açlık, Xitoyga açlık satılgan devlet ve enerji satılgan devlet. Kazakistan'ın işlep çıkargan bu mahsulotlarni muqim bir baza chetdan degan chaqda Xitoy muhim. Bo'libmi shu keyingi yillarda Qozog'iston bilan Rossiya arasındaki bazı bu jerikliklar bo'ldi munosabatlar. Shunga bunda bir paytda Xitoymi Qozog'istondan yeniga ilish va Qozog'istonmi Xitoydek bir devlet bilan munosabatini yaqinlashtirgan taqdirda bundan keyin albatta degan siyosiy, iqtisodiy, tijoriy, energiya degandek munosabatlarni ravonlashidir. Hamda hozirgi Qozog'iston Cumhuriyeti To'qayevninki maqsadi siyosiy jihatdan islohotni ilib berish, iqtisodni jonlantirish deydigan ikki asos cho'ng bir nishonama var. Bu nishonni amallashtirish uchun Xitoydek bir devlet hem Kazakistan'a meblag sağlaydigan, hem Kazakistan'ın özününki işlep çıkargan mallarını ve baylıklarını Xitoyga satalaydigan bunda bir yakın münasebet kuruş. Bundan başka Kazakistan hem de O'rta Osiyoninki hem cho'ng jihatdan, toprak jihatdan, hem de baylık jihatdan, iqtisod jihatdan kuchli bir devlet. Shuningga bu devletninki Xitoy bilan yaqinlashib qolgan O'rta Osiyodagi devletlarni Xitoyga yaqinlashtirishga bir misol bo'lib turadi. Hamda Qozog'iston bilan yaqinlashgan taqdirda albatta degan ahvollar bo'lgan vaqtida misolga boshqa kuchlar, misolga Amerika, Yevropa Birligi, Yaponiya degandek devletlar O'rta Osiyoda kuchni cheklash jihatda Xitoy bilan bir raqobatga kirdi. Ammo bu Qozog'iston bilan bo'lgan bu yaqinlik munosabati bu raqobatda Xitoy hamda tutib chiqardi. Shunga bu Xitoy bilan Qozog'istonning munosabati
yalğızla əlbəttə deyilən bu iqtisad ticarətimiz şundaqla jeopolitik cəhətdən əhəmiyyəti var. Hozirgi paytda bu Rossiya bilan Ukraina o'rtasida urush yuz beryapti. Urushda tugagani yo'q. Urushni qachon tugaydigan aniq mo'ljallarmi bo'lmayapti. Yani müşavirlikle Rusya, Kazakistan burun Rusya'nınki müstemlekası olan bir rayondu. Hazır müstakil bir devlet. Bu şarayetiyle Rusya'nınki güç boşluğundan paylanıp durup, Xitoyning O'rta Osiyo texnik bir nüfuzlar tiklash ihtimoli yo'q deb qarayman. Siz buni qanday qaraysiz? Doğru, yani bu O'rta Osiyo devletleri misalga Kazakistan deymiz, Tacikistan deymiz. Rusya'nınki şu hazırki ilip bağlan siyasetini pek tasvir kılmaydı, yani kabul kılmaydı. Şununla bazı tenkitlerine geldi. Hem de bu keyinki yıllarda Xitayman şu O'rta Osiyoda hele bir nüfusunu tikleyen oldu. O'rta Osiyo nurg'un devletlerden mablag' saldıqlarını, ham maddelerini, stratejik maddelerini setib ilib o'tadi. Xitoylik ishchilarni Qozog'iston, Qirg'izistonlarda ishlab nüfusimi ko'payib o'tadi. Qozog'iston jamiyatida, Qirg'iziston jamiyatida şu ahvolga biroz ansirashma bor, ammo Rusya bilan bo'lgan munosabat burungidek emas. Ammo bu Qozog'iston bilan Rusya orasidagi munosabati jiriklik munosabati hozirdan boshlagan emas. Burunmi shunday. Misolga Rusiyaning Gürcistonga kirishi 98'de. Ondan keyin 2014'te Krimga kirib yani ilhaq qilishi ciddi Kazakistan Rusya'nı kollamadı mesela. Yani uç kaşkar mandatları kollamadı değil mi? Hem de Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nda mı Rusya'nın kollaydığı mandatı karar mı çıkmadı? Şununla bu yerde Kargancak'ta yani Xitay bir yerde O'rta Osiyoda nüfusunu tiklep güçlendirişe tırışıyordu. Rusya ondan ki bu Garplıklarının ki ambargoga uçuruşu, bu canının uzayıp gitişi, iktisadga biraz ziyan verişi degandek qiyin bir ahvolda O'rta Osiyodagi devletlarni o'zininki iqtisodiy taraqqiyotni o'ylab turib, bu manfaatni o'ylab turib, Xitoy bilan munosabatni taraqqiy qildiryapti. Xitoy bunga tirishyapti. Hatto Xitoy bundan 2 yil avval O'rta Osiyo 5 devlet plus Xitoy. Yani bunday bir formülni devam qilyapti. Yani asosan tashqi ishlar ministrlarininki tashqi ishlar ministrlari bir yerga kelib muzokara qiladi. Bu yildan boshlab O'rta Osiyo 5 devlet plus Xitoy devlet reislari ko'rishadigan bir formülni yaratgan bo'ldi. Yani Xitoy misalga Turkmaniston Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'nın işçi demez. Ama onu işçiga katkan bo'ldi da. Shuningla bu Xitoy bu 5. ayda herhalde O'rta Osiyo 5 devletida Xitoy reislari Xitoyda ichilgan yig'inga qatnashmoqchi. Bundan başka bu Xitoyning İpek yolu, yeni İpek yolunun ki yig'inini Xitoyda ochmoqchi, yana O'rta Osiyodagi bu 5 devletning liderlari yana bor. Shuningdek bu Xitoy yolg'izla bu jihatdan emas, misolga tadqiqot jihatda, akademik jihatda O'rta Osiyoni necha yil, yani 30 yildan beri tadqiq qilyapti. Bu da ama şu Maşinli'ninki Kazakistan ziyaretinin ertesi günü Kazakistan'ınki bu Xitoy'ninki baş elçisi Nurishev degan adamı misalga Xitoy'ninki şu akıl ambarlarını ziyaret qildi. U yerda ham Kazakistan bilan Xitoyning orasida munosabatlar qanday taraqqiy qilish kerak bo'lganligini, yani bu akıl ambarlarındaki mütehassisli akademisyenler oturup bunu müzakere kılmadı. Ve Xitoy'ninki O'rta Osiyo mütehassisleri bu Xitoy-Kazakistan munosabatini qanday kuchlantirish jihatida ba'zi fikrlarni bergan bo'ldi. Bu büyük elçi Nurishev 10 gün evvel Sharq Turkiston'ni ziyorat qildi.
Yani aş vaqtida maşinlar bilan ko'rishgan, qozoq qarindoshlarla ko'rishgan. Ularning vakili bilan ko'rishgan. Qozog'istonningki bu saylandan keyin, Cumhuriyet saylandan keyin, meclisninki saylandan keyin Qozog'istonning qanday taraqqiy qilganligini va Qozog'istonning kelgusining qanday parlaq bo'lganligini va bu Sharq Turkistondagi qozoq qarindoshlar Qozog'istonning taraqqiyatiga qanday foyda qo'shish kerak bo'lganligini gapirdi. Yana bu Nursheyev o'xshashlar bu Qozog'iston bilan Xitoyning orasida 5 o'tish yeri bor. Bular shu pandemiyada Wuhan virusidan keyin chiqib yepilgan. Birinchi oyda Qo'rg'osniki yo'li ichilgandi. Hozir asta-asta ikki tarafniki bu tijorat munosabatlar harakatlik bo'lyapti. Shuni hamda 5 o'tish yerini texmi jonlantirib, texmi osonlashtirib degan bu mallarning o'tish ketishi tekshirish jihatdan osonlashtirish, insonlarningki ketib ketishini osonlashtirish degandek bu buyuk elchi Nursheyevmi ko'rishib qilyapti. Yana demakki Xitoy bilan Qozog'iston orasidagi munosabatlar har qatlamda bir taraqqiyot bor, bir harakatlik bor. Bu jihatdan deganda endi Xitoy O'rta Osiyodagi kuchi asta-asta tikilyapti. Mana bu Xitoy Sharq Turkistondan irqiy qirg'inchilikni keyingi yurishgan vaqtida bu qozoq qarindoshimizga zo'r qirg'inchilik uchirdi. Bu lager shohidlari ko'p qismini qozoqdan tashkil etdi. Keyin bu Qozog'iston hukumati araga kirgan bo'ldi. Ba'zi qozoqlar chiqqan ular Sharq Turkistondagi zulmni dunyo anlatgan bo'ldi. Bu lager shohid hozir Qozog'istonda yashayotdi. Bir necha kun ilgari xabarda yo'llab o'tgansiz 3 qozoq aktivist qo'lga olinibdi. Tutqun qilindi. Mashhurning Aqshan Qozog'iston ziyaratiga qarshi norozilik bildirganlik sababidan qo'lga o'xshaydi. Qozog'iston hukumati fuqarolar bu ahvolni. Turkiston qozoqlarning zulmga uchraganlik. Mushlar sharoitda o'zining qarindoshlarini qirg'inchilik qilib turayotganligini bilib turib, Xitoylar yaqinlashishni shu manfaat deb tushunsak bo'ladimi? Qozog'iston uchun hamda Rossiya bilan Xitoydagi ikki cho'ng davlatning orasida sıkışıp qalğan bir devlet hamda. Rusya'nı desa Xitoy, Xitoyni desa Rusiya shuningga bu ikki cho'ng davlatning orasida bir tamponlik siyosatni ilib berishga majbur. Shuningga bu Sharq Turkistondan chiqib Qozog'istonda grajdan bo'lgan ba'zi qozoq qarindoshlarni shu lagerga, turmaga tashlagan. O'z vaqtida shu Qozog'istonning tashqi ishlar muavin ministrimi Xitoyga berib shu masalalarni hal qilishga borgan, ammo Xitoy tarafı uningga bir musbat bir javob bermagan. Chunki bular jinoyat ishlagan, bularda gunoh bor deb shundoq bermagan. Bundan boshqa shu Qozog'istonda bir Atajurt deydigan bir tashkilot bor. Bular maxsus shu Qozog'iston grajdani bo'lgan va shundoqla lagerda so'langanlarninki haqqini qo'g'daydigan va lagerdan chiqqan bo'lsa ularninki turmushlarga, ahvollariga qarshi beradigan bunday bir tashkilot. Misolga Xitoy shu tashkilotni dushman tashkilot ko'rgandek, bu tashkilotning a'zolarini hammasini xatarlik odam deb ko'rgan. Shuningga bu yaqinda bu birinchi oyda Qo'rg'os bu tamojini ochganda ba'zi qozoq qarindoshlar Qozog'istonga ziyoratga borgan. Berib kelgandan keyin ba'zilari tabii choy ichaylik yoki so'roq tortibdi, choy ichish ham normal bir so'hbat. Ammo ba'zilarini so'roq tortgan. Ya'ni shu Atajurtdagi qaysi odam bilan ko'rashdinglar, ko'rashmadinglarmi? Turkistondan ko'chib borgan qozoqlar bilan ko'rashdinglarmi? Yoki shu Qozog'istonlik, ya'ni qozoqlar bilan ko'rashdinglarmi? Nurg'un narsalarni so'rab o'rganishda hozirgacha. Demak, Xitoy bu lagerda ba'zi qozoqlar va turmadagi ba'zi qozoqlarni asta-asta qo'ydirishga bir qarorga kelgandek turmaydi. Chunki hozirgacha matbuotlarda bunday bir xabar yo'q.
Bu da ama meyli ebeydigen Kazakistan Xitay elçisi şu faaliyetleri olsun. Meyli hazırki ülke hükümetindeki parti reisi olsun. Yani Maşinli'nin Kazakistan ziyareti olsun. Bu ziyaretlerde o hakkında bir nimelerine demedi matbaatta. Ama bence bu ayrım küreşken vaktlarda bunlar değişti dep söz dep oylayman. Çünkü Kazakistan hem de bir devlet buluşu sütüyle özününki grajdanlarını kodlaydıgan bir vazifesi var, bir mesuliyeti var. Bunu icra kılışkı mecbur. Bu cihette kandak bir gelişimge bağlı ve kandak bir karar bağlı onu okumayız. Ama bunun dinkin eğer de Xitay Kazakistan bilen münasebetlerini yakınlaştırmak ise hazırki şu lagerde solangan veya türmede solanganlarıma asla kuyturuşka mecbur değil. Eğer de bulunmay kalsa Kazakistan halkımı bunun razı bulgandek Xitayga bolgan göz karashlarına menfi bulundu. Xitay'nınki Kazakistan'daki obrazıma bozuldu. Bozulmadı da değil ama mukumlaşkan bir bozukluk, bir mukumlaşsa ona tüztüş teslim. Bence Xitay'ma Rusya'nınki bu kıyımcılık ahvaldan faydalanıp Orta Asya ile bulan münasebetini güçlendirişe tırışmadıdır. Bu ne hem de şu Kazakistan bile buna bir numune görüp Kazakistan bile bu güçünü tiklep durup kalgan Orta Asya devletlerine özge tartışınınki bir yolga kirgendek durdu. Hali bu Orta Asya devletçilik Kazakistan'da en köp Uygur karındaşlarımız var. Uygur karındaşların nüfusunu gayri resmi resimde ayrı ettim. Gayri resmi diye vakti 1,5 milyon. Resmi diye vakti 500 bin atrafı. Maşunuru kelgendiğin için Kazakistan hükümetinin şu Kazakistan'daki Uygur karındaşları olanlar siyaseti kandarak özgürlüğü olsun mümkün. Çünkü Kazakistan'daki Uygurlar benim beşim için marif deyimiz, ticaret deyimiz, iktisat deyimiz aktif hem. Başta bilimi. Nüfus kağıtlığımı köp. Bir küç. Bunların ahvalı kanada bir özgürlüğü yüzürüşü mümkün. Bence Maşinuri'nin ki Kazakistan ziyareti bile bu Kazakistan'daki Uygurlar'a ama çok bir faydası yok deyip oylayayım. Çünkü bu Xitay şu Kazakistan'daki Uygurlarını bölgünçülerinin ki bir kısmı deyip gördüler. Hem de menfi bir göz karaş var. Şununla bu Kazakistan'a bu cidden bizim işitip gelgen burundan tartıplar. Bulara meyli bularının faaliyeti olsun, bulup mu siyasi faaliyetler olsun, ruhsat beğenmezlik. Misalda kalan siyasiden başka medeniyet deyimiz, kültür deyimiz, örf adet deyimiz, bunlar nimlerge biraz ruhsat bir vardı da Kazakistan. Ama Kazakistan mı burada bilendek Xitay mı Kazakistan için oyun bir devlet olan için Xitay'ın ki Uygurlar'a karşı ularga bazı imtiyazlarını vermemek degan talabıma ma'qul deydi deb o'ylayman. Shuningga bu Maşinuri'ninki Kazakistan ziyareti bilan u yerdagi Uygurlarning ahvolida biraz o'zgarish bo'ladi deb bunda o'ylamadim. Hamda kelgusida belki bir o'zgarish bo'lishi mumkin. Ama yakın müddette bunda bir ahval oluşu biraz gumanlık. Türk dünyasında bir ukkumba malum. Türk dünyası. Bu Kazakistan'da Türk dünyasındaki mühim avukçısını teşkil oldu. Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan katarlıkları. Bu Xitay'daki şu Kazakistan'dan başlayıp etrafındaki kültürel iqtisadiyetten onun kendini keldiğin bu siyasi nüfuzu aşı dendi. Bu tabi halde Türk dünyasındaki şu birlikte en hiç olmazsa bu insanlarındaki kalıcı Türk dünyası kurmağa tesir gösterdiler. Türkiye tabi halde bu şarayette Türk dünyasındaki ornunda bir davalgış yani tevriniş yüzü görüş mümkün. Xitay'ın nüfusundaki kendisi gelişi. Türkiye bu şarayette nelerini kılamış mümkün? Ya burun kadar asıl münasebette buluş mümkün mü ya ki münasebetin şekli kanda buluş mümkün sizce? Hem de bu hazırki Türkiye hükümetime şu Xitay bilan yakınlaşış siyasetine ilip kelyapti. Yani Kazakistan bilan bu jihatda o'xshash bir siyosati bor.
Ama Xitay cidden şu Türk Devletler Teşkilatı degan bu teşkilatga menfi qaragan. Hatta kurulgan vaqtida Xitoyning matbuotlarida va mutaxassislarning yozgan maqolalarida bunda bir teşkilat rayonunki xavfsizligini bozgandek bu yerdagi strateji tampонlikni buzdi deb. Aslında o bozdu degan gap Xitoyning va Rossiyaning bu O'rta Osiyodagi nüfusini buzib qo'ydi degan ma'no. Shuningga bu Xitoy va Rossiya hozirgi bu Türk dunyosi degan bu hukmni qabul qilolmaydi. Chunki Rossiya burunma shu Türk dunyosi va Türk birligini shu pan-turkizm deb shu hukmning ichini pan-turkizm deb to'ldirgan. Pan-turkizm degandan endi nihoyatda nachar, osal, bulanchi, dalanchi, jahonga tinchlik emas, balo qazo akildigan bir hukmat. Shuni Xitoyninki literaturasida pan-turkizm desimi manfiy bir hukmat. Ama pan-slavizm desa bir gap yo'q. Pan-sinika yani cho'ng Xitoychilik desimi yana bir gap yo'q. Anglo-Sakson birligi desimi yana unda bir gap tanqidiy va manfiy bir hukm yo'q ama Türkler birligi degan vaqtida buni manfiy hukmni yaratgan hamda Sovetlar vaqtida yaratgan hamda Xitoy uni do'rab kelgan. Shuningga bu O'rta Osiyodagi Türk xalqi bilan Ozarbayjon va Turkiya birlikda bunday bir Türk dunyosini barpo qilishi va buni yasab chiqishi bu ham Rossiya va Xitoy qabul qilolmaydi. Ama bunda bir ahvol bor, yani biraz gayretli ahvol deydi. Şu Türk Devletler Teşkilatı degan şu teşkilatning fikri nima? Qozog'iston Cumhuriyeti Nazarbayev to'la ta'kidlagan bir hukmdi. Hamda bu 1994dan itibaren O'rta Osiyo Parlamentolar Birligi degan teşkilatni qurishga shu Nazarbayevning roli bor. Nazarbayevninki ba'zi nutqlarda, kitoblarda shu Türk dunyosi degan hukmni chiqishlangan. Hatta shu 94da Türkiye O'rta Osiyo o'rtaq pazarni tashkil qilish, ya'ni buni qurib chiqish degan fikrni Nazarbayevning chin qo'llagan edi. O'z vaqtida Türkiye Cumhuriyeti O'zalni qo'llab kelgan. Ama O'zal shu yilda vafot bo'lib ketdi, buningki davomi bo'lmadi. Yani bir chetdan Qozog'iston Rossiya bilan bo'lgan munosabatini, ya'ni bularning an'anaviy munosabati bor, davom qilib Xitoy bilan yangi bir xil munosabatni tarafga qilyapti. Yanalar shu Türk dunyosi bilan bir birlikni, mayli bu birlik qanday shaklda bo'lsin, bu birlikda bo'lishini va bo'libmi O'rta Osiyo davlatlarininki birlik bo'lishini qo'llab kelyapti. Shuningga bu menimcha Xitoyning shu Qozog'istonning shu Türk birligi degan tushuncha va siyosiy harakatini qo'llab ketmaydi deb o'ylayman. Vallahi bu endi Mash'Umriy ziyoratni Qozog'istondan boshlaydi. Bu qanday bo'lamiz mana bir ahvol endi. Mash'Umriy bir yerlik hukumatning bir sekretari. Ashundaq deb qaraymiz endi. Bu O'rta Osiyoni Qozog'iston ziyoratini boshlashi mana diplomatik jihatda mana seviye farqini keltirib turadi yoki bu Xitoyninki O'rta Osiyoga qo'ygan siyosatni qanchalik jiddiy yoki emasligini ko'rsatib beradi. Maşında şundaqla bu Xitoyning siyosiy markazida bo'lgan siyosiy politbyuroning doimiy a'zosi. Ya'ni Xitoyni boshqaradigan, Xitoyni taraqqiy qildiradigan, Xitoyni qaysi tarafga qarab taraqqiy qildirishninki muzokara qiladigan yerlar, hamda qaror beradigan yerdagi bir a'zo. Bu jihatdan degan chog'da, ya'ni markazdan birisi bo'ladi. Yolg'izlar bu yerlik hakimiyetinki bir parti sekreteri emas. Bu bir. İkincisi bu Xitoy ve Qozog'iston arasındaki ticari sumu 24-25 milyar dollarga o'sibdi.
Bunun %40'ı Şərq Türkistan bilan münasib. Yani bunda bir ticarette Şərq Türkistan'ı kayırıp koysa yanı bulmaydı, değil mi? Bir taraf okşaşla 2030 yılına bağlanacağında ticari sumunu 35 milyar dolarga çıkarmak için %40 eğer de şu Şərq Türkistan'dan bulgan olsa Şərq Türkistan'ınki başlığı Kazakistan bilen münasebetlerini kuruş lazım. Nimama maaşını şu Kazakistan Cumhuriyeti Tokayev bilen köreşken vaktida ve baş ministri Alihan İsmailov bilen köreşken vaktida mı şu Xi Jinping Kazakistan'ı ziyaret kılgan 9. ayın ahırında. O yerdeki bazı kilişimlerini emelleştiriş için Maşinri Kazakistan kelgenligini dağıtdı. Yani demek ki merkezindeki bir siyasetini bir yerde emelleştiriş için kirledi, değil mi? Hazırki vaxtlarda Kazakistan'a en köp məbləğ sağan en çok 5 devletin biri Xitay'dı. En başta mesela. Bunun içinde Şərq Türkistan'ın kim sağan məbləğ var Şərq Türkistan hükümeti. Şununla bu Maşinri'nin Kazakistan'ı ziyaret edilişi hem siyasi cepten hem de iktisat cepte menfaati var. Yani haklı yapıyla o tarafı var. Ziyaret kılış ki sebebi. Aziz Gürmen'le biz bugünkü programımızda Xitay'daki Ürümçideki partiya sekreteri Maşinri'ninki Kazakistan ziyareti şundakla onun ziyaretindeki Kazakistan'daki Uygurlarga köz tesiri ve Türk dünyası hemkarlığı qandaqroq ta'sirlanib etkiligi haqida suhbat analiz etib berishtirdik. Erkin siz ko'p rahmat. Ben rahmet ettim.